İşlerini yürütemiz Nokia'da bugünü yaparım ona patlayım ortam. Lekin bopladim ben. Vay aynalib o'tkili. Gece utanmış. Boş. Bu xotinni bezovta qilayotgan kim bo'lishi mumkin? Gaplash. Лишних нам не рогат кашма дарома. Niyata lediная. Turshi, dovdirmisan? Boydan men signal chalamay. Qoch yo'limdan. Char. A? Bore. Alloh qiz aka. Menga mana shunday yo'g'i mushukchalar yo'q. Kelli esladim. Tuğçe akani qizi bu. Chet elga ketgandi, yaqinga keldi. Qishlog'imizda malikasi. Bugundan boshlab yangalaring bo'ladi. Chayon, chin o'tmaydi-yu bunga. Menga qara qumursqa. Sen xotinni kimligini bilmas ekansan. Akça tabarsın, uyda salarsın, ulanır. Xullas taxtga bunday. Men borib gapiraman. Sizlar orqamdan kelib shilimchilik qilasizlar. Keyin men tushunmadimi deyman, sen joq solaman oqolsan. Sen ham joq solaman oqolsan. Keyin men qahramon bo'lib yangalaringning sevgisini qozonaman. Taxtgan shundaylarmi? Yaxshi qiz, xush kelibsiz qishlog'imizga. Hozir o'rtoq bitta turshi kelib qoldi. Telefon qilib yuboraman. Moshinni injig'idan tanlabsiz lekin. Boshqa bahona topilmadimi gap ochishga? Yo, bu bahona emas, men ham xuddi mana shunaqasidan Ashxaboddan ko'rib qo'ydim-da 25% ga. Er-xotin bir xil bo'lib yuramiz degandim-da. Nima? Mashinalikin zo'r ekan-a? Voy jigar, superit bilan bir kopyapti. Dengizda romantika qiladigan joy ekan. Chup. Endi bu suvariylar kim ekan? Birga cho'milishga nima deysiz dengizga? Boshqa adresga tushib qolmadilaringmi? Yangalaring bo'ladi. Nima deding? Yo. Tushunmadim-ku. Ikkovini ham o'qitdilarsizmi? Bunaqa taktikalaringni boshqa qizlarga qilasan. Oy, tuxumim sindi.